Access Bar sessiyalarimiz boshdagi 32 ta nuqta bilan ishlovchi noyob uslubiyotdir. Access Bar amaliyotini bir necha turlari bo'lib, bular inson tanasi qaysi energiyani talab qilganda o'shanga qarab belgilanadi. O'zi azaldan meni muammoyim shu uxlash juda ham qiyin menga, chunki vaqt kech bo'ladimi, ertalab bo'ladimi, obeddan keyin bo'ladimi, har doim uxlash qiyin bo'ladi menga. To'g'risi sessiya o'tgandan keyin uyqularim kelib, boshimda har doim negativ xayollar bilan yuraman o'zi, chunki ishlar juda ko'p, har doim ishlarim ko'p bo'ladi. Xuddiki shu negativ fikrlar hozir birinchi sessiyadan keyin chiqib ketdi. Men Shohis opaga rahmat, sessiyalarga yana kelaman. Juda ham zo'r bo'ldi. Sizlarga ham maslahat beraman. Kimda agar ishlar ko'p bo'lsa, uyqu bilan muammolaringiz bo'lsa, miyalaringizda negativ fikrlar bo'lsa, kelib mazza qilib sessiyalar olib ketishni sizlarga maslahat beraman. Xayr.